Yo'l bu A punktdan B punktga harakatlana turib, jismoniy bosib o'tiladigan masofagina bo'lib qolmay, balki inson hayot yo'li davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarning yig'indisini metaforik ma'noda anglatuvchi hamroh hamdir. Inson hayot yo'li mashaqqatlardan xoli emas. Umrini yo'l qurilishi sohasiga bag'ishlagan qahramonlarimiz bevosita va bilvosita yo'lga daxldor odamlar. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Men Rahimov Alisher Jumabayevich 1969 yıl Birini tumanida tug'ilganman. Toshkent shahridagi avtomobillar yo'llari oligohiga o'xshab yurganman. Yo'l qurilishi va mexanizmlari yo'nalishi bo'yicha shu oligohni 1992 yıl tugatdim. Tumanimizdagi 3-sonli ko'chma mexanizatsiya kolonnaga texnika xavfsizligi muhandisi bo'lib ishga joylashdim. Bu yerda 2 yil ishlab 1994 yıl o'z mutaxassisligim bo'yicha yo'l idorasiga o'tdim. Yo'l korxonasida ishlab kelmoqdaman, har xil lavozimlarda. Garaj müdürü bo'lib, asfalt sex boshlig'i bo'lib, hozirda 2012 yıldan shu kunga qadar yo'l bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqdaman. Faoliyatim davomida buncha qiyinchiliklar bo'ldi. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi, xursandchiliklari bo'ladi. Adamlardan rahmat eshitgan vaqtimda quvonib ketasan. Shu rahmat aytib, yo'lda ishlab yurgan paytlari rahmat aytib o'tadi. Shuning o'zi bir katta baxt bo'ladi odam uchun. Yo'l qurilishida kelganimda menga ustozlik qilgan ustozlarim bor. Ulardan ko'p narsalarni o'rganganmiz. Hozir ham bilmagan narsalarni o'rganib kelmoqdamiz. O'zimiz ham ustoz bo'lib shogirdlar tayyorlamoqdamiz. Hozir shogirdlarimiz bor, Xudoga shukr. Tushunmagan narsalarni so'raylar, o'rgatamiz, yo'l tushuntirish beramiz, yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Bu ustoz ko'rmagan shogird emas deb aytadi ota-bobodan keltirgan. Albatta, qanday kasbda ishlaydigan qat'iy nazar, odam inson harakat qilsa, chin dildan mehnat qilsa, oila tebratsa bo'ladi. Mana shu yo'l qurilishida ishlab 5 ta farzand tarbiyalamoqdaman. Yo'llardan, yo'lchilardan ayib topish to'g'ri emas. Shu ish davomida qishni sovuqlarında, sirpanchiq davrlarda, yozni issiqlarida yo'lchilarimiz ishlab turibdi. Buni yo'lchilarga gap topish to'g'ri emas deb o'ylayman. Bu kasbni tanlaganimdan hech qachon afsuslanmayman. Mana shu kasb orqali elga, xalqqa tanildim. Hamma xalq elimizda fuqarolari mana shu yo'lda ishlagan sabab taniydilar, rahmat aytadilar. Xalqimizga ham rahmat. Shuncha e'tibor qilib, boshqa qilib hurmat qilganlari uchun bu kasb tanlaganimdan afsuslanmayman.